men aytmoqchiman, muomala madaniyati bizlar rivojlanayotgan mamlakatlarga qatoriga kirib boryapmiz. Muomala madaniyati juda katta ahamiyatga ega. Telefonda ham bir xillar juda yaxshi muomala qilmaydi, ovqat yeb gaplashadi, yo uyqusirab gaplashadi, shunaqa. Bu juda mana suhbatdoshga nisbatan bu yaxshi hurmat bo'lmaydi. Mana shu patsientlar oldimga keladi. Aka, garantiya bormi? Unaqa boshlaydi birdan bilaman, bu eri xotini uchun rinoplastika pul bermoqchi emas. Bo'lmasam xotini burni bitib yopti, gaymaret bo'lib yopti. Shunaqa boshlaydi-da. Yoki bir xil aytadiki, aka 10 minutga 200 ming so'mmi konsultatsiya deydi. Yo, ukajonim deyman, men endoskopiya qildim, kompyuter tomografiya tushuntirdim, ichlarini tekshirdim, shuncha maslahat berdim. Aslida 10 minut emas deyman. Mana shular hammasi dedim. 8 yil o'qishi, 30 yil staji 10 minut deyman. Bir xillar tushunganlar sal tushunadi, tushunmaganlar yana qovog'ini bitib turaveradi. Men aytaman, hozir zamon shunaqamikan? Hozir qo'pol munosabatda bo'lish, qovoq uyib turish hozir modaga kirdimikan? Yo'q, men mana Yevropa mamlakatlarida juda ko'p joylarda bo'laman. Manaman degan boyvachchalardan ham juda kamtarona gaplashadi. Muomalani yaxshi qilib shu og'aylar doim muomalani qilsangiz, ishingiz yaxshi bo'ladi. Hayotingiz tinch bo'ladi, baxtli bo'lasiz. Eng asosiy bolalarga katta tarbiya bo'ladi. Nima dedilar?